Leksiyonu davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çislak 2021 yılı 7. ayının 6. günü. Endeki mavzumunda hürmetlik vatandaşlarım. Yedinci ayının 5. günü vakasının 12 yıllığı ve Xojuntau'nun asker yötkeşke buyruk düşürüp en yaman akıbetini oylaşkanlığı. Mavzulu haber 7. ayının 6. günü Duvit orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Uyg'uriston Şinjan vakasiga Uyg'uriston Şinjan vakasiga 12 yil to'shgan bir paytda 7. ayının 5. günü Cumhuriyet Partiyasi Markaziy Harbiy ishlar komitetining raisi Xi Jinping tasodifiy faoliyat o'tkazib, qurolli qisaqchi qismlar Şinjan bosh atirdi ma'lum alayda jang qilguvchi otrat terrorizmga qarshi qurolliq otratga sharaf guvohnomasi tarqatdi. O'xshash bir kunda Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni hukumati Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini ochib 7. ayning 5. kunida ziyonkashlikka uchraganlar aholilar, oila tavobatlari, shirkat ishchi xizmatchilar vakillari Amerika qatorli g'arb davlatlarining atalmish Şinjanda kishilik huquqqa tajovuz qildi, Iroq yo'q sharq telib bordi, majburiy emgak soldi deganlarni pash qildi. Bu kishilar Amerikaning deganlarini pash qilibmiş. O'zining qilganlarini emas. Majburiy emgak silish, Iroq yo'qitish harakati, kishilik huquqqa tajovuz qilish bu sening harakating. Amerika buni degan bo'lsa, haqqoniyat tarafida axloqiy burchi sifatida o'tirg'i chiqib, ma millatni qirg'in qilib o'tsan, majburiy emgakka selib o'tsan, kishilik huquqni dafsanda qilib o'tsan, da'vatida bu Amerikaning qimmat qarashi. Shu bo'yicha da'vatida Amerika. Sen hozir Amerikaning deganlarini pash qildingmi Beijingda axborot e'lon qilish yig'inida yoki o'zingning qilganlaringmi? Ey, odam bolasi sen ey, jingoloq. Odam bolasi. Bu darajada muttaham bo'lmaydigan muttaham bo'lsin ey. Soldi deganlarini Amerikaning shundoq deganlarini pash qildi. 7. ayının 5. günü vakası yana bir qatam jamoat fikrining diqqatiga sazovor bo'ldi. 2009 yıl 6. ayının 26. günü Guangdong Shaoguan Qo'rchoq ishlash zavodida Uyg'ur ishchilar bilan Xanzu ishchilar o'rtasida o'zaro mushtlashuv vaqasi yuz berdi. Gerçi vaqa tezli besqtirilgan bo'lsa-mu, lekin chet ellardagi Turkistonchi bo'lgunchilar bu vaqadan foydalanib o'sak so'z tarqitib, Uyg'uristondagi g'olliq Uyg'urlarni quturtib, Uyg'urlar shu kuni vaqa paydo qildi deydi Duvit orbiti. 7. ayının 5. günü kechda bir necha ming Uyg'urlar sap tortib, Uyg'uristonning poytaxti Urumchi shahrida namoyish olib bordi. Keyin namoyish Xanzular hujum qilishga o'zgardi. Jungo hukumat tarafdan statistika qilishicha vaqada 197 nafar kishi vafot bo'ldi. 1800 nafar kishi yaralandi. O'lganlarning ko'p qismi Xanzular. Uningdan boshqa vaqada 380 yurishlik savdo do'konlari chaqib etildi. 169 dona mashina pachoqlandi, ko'ydirildi. Vaqa tinchig'andan keyin 1500 nafar kishi qo'lga olindi.
198 nafar kishiga kesim hukm e'lon qilindi. 25 nafar kishiga o'lim jazosi berildi. Mushu statistikang dovitor bitirasmi? Jongnanxay mushu sonliq ma'lumotlar rasman shunchaliklimi Uyg'ur? Uyg'ur shunchalikli qo'l qilindi, shunchalikli o'ltirildimi Uyg'ur? Meyada Xanzula o'lgan Xanzula ko'p dedi. 5-vaqa, 7-oyning 5-kuni vaqada o'lgan Xanzu yo'q. O'ltirilganlarning hammasi Uyg'ur, o'lgan birmi Xanzu yo'q. Nereden qo'shib olding bu gapni? 1949-yildan beri Şinjan'da yuz bergan zo'r ko'lamli qo'zg'olon 7-oyning 5-kuni va Jongnanxay xon ordusini zilzilga soldi. Shu chog'da davlat qurilganligining 60 yilligini xotirlash, harbiy paradiga tayyorlik qilish ketayotdi. Italiyaga ziyoratga mangan sekretar Xojintov yerim yo'ldan davlatga qaytdi va kechalab siyosiy byuro doimiy komitet a'zolari yig'inni chaqirib vaziyatni tahlil qildi va taqobil turish siyosatini belgiladi. Davomini anglaysiz vatandosh.